Assalomu alaykum hammaga. Akalar, Malibu 2 mashinamizni sotib oldik. Juda ham qattiq urilgan, katta mashina tega kirib ketgan ekan. Tomlar uzilib ketgan stoykalarni, mana lyuk panoramalari ochilib yotib, eshiklar qop-qo'lan ajrab ketgan. Salon airbaglar otgan. Onda kirlo, kapot. Hadovoylari but-butun ekan mashinani. Motor korobkasi ham butun, joyida turibdi. Bir yoq tomoni ham yaxshi holatda. Mana o'ng chap tomonlari eshik oldi kirlo, orqa eshiklari butun turibdi. Morda holati. Akalar, mashinamiz ma'lumotiga keladigan bo'lsa, 2019-yil 1.5 motor. Probegi 160 ming yurgan mashina ekan. Bu mashinamizni xuddi shu holatda sotib oldik. Xabaringlar bor, kimda shunaqa urilgan, DTP bo'lgan mashinalar bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab zo'r narxda sotib olamiz. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Bizga shunaqa avaringli mashinalar topib bersanglar, $100 dan $200 gacha xizmat chiqarib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin.